Telefonniki bahasini azallik qilib qarab, telefonniki umumiy ahvoli qaramay, palon yerda azinki, palon yerda qimmatgan deb shunday o'zaro telefonning bahasini surishtirgan bir qism do'stlarimiz bor. Bu telefonniki bahalar bozor bahasi nima azan chiqadi degan savolga tushuncha beraylik. Meyada hozir shunday bozor bahasidan necha yuz ko'y, necha ming ko'y azan bo'lgan olma telefondan bir nechta chizib qo'ydim, birdan so'zlab beray, bahasi nima uchun azan bo'ladi. Masalan, ma alma 11 Pro'ni misol olsak, bozor bahasi 1200 ko'y atrofida, ma bo'lib qolsa 800 ko'y. Telefonniki hamma yerlar normal holatda, lekin bu telefonni hamda ishiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda Mi Band KTM nusxasi, shunga bahasi azan bo'ladi. Ishilishga ham ta'sir ko'rsatmaydi. Bu yerda alma 13 deydi. Alma 13niki bozor bahasi 1700 ko'y atrofida, ma bu 800 ko'y hisobda 1000 ko'ylar azan. Bu nimish azan. Telefonniki hamda ahvoli qarasak, yon taraflari miya tekerkalar va keyin qoplari ko'rinishlik chiqibdi. Undan keyin ekronni qarasak, ekrandan keyin mishada bir dog'dan birisi bor. Undan keyin bu telefonning ichiga qaraydigan bo'lsak, Mi Band nusxasi ekan. Apparat bilan batareya almash. Telefon ishlatishga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi, lekin bahasi azan. Miyada 13 Pro Max edi. 13 Pro Max'ninki hozir bozor bahasi 3000 ko'y atrofida. Maninki bahasi 2200 ko'y. Hisobda 800 ko'ylar azan. Bu telefonniki azan bo'lish sabab buningga ekran almash uchur va ichiga kirsak bu yerda ekran sog'a uchur va telefonning ekran yuvanjuan, lekin normal ishlaydi, bahasi azan. Ananiki mayadi yana bir 13 Pro Max var. Bu 2200 ko'y. Bu Mi Band nusxasi qulupsiz kartini salsak normallam to'laydi, KTM emas. Bu bozor bahasidan 7-8 ko'y azan. Ananiki 14 Pro Max kelsak, bozor bahasi 3800 ko'ydan 4200 ko'ygacha. Telefonniki umumiy ahvoli jinsiga qarab ba'zi o'xshamaydi. Men qo'limdagisi birisi 3000 ko'ylik, yana birisi 3200 ko'ylik. 3000 ko'ylik qaraydigan bo'lsak, telefon hamma yerlar normal holatda. Go'xon 256 nusxasi ichiga kirsak, bu yerda chiroyli o'namaydi. Andan keyin ma 3200 ko'ylik qaraydigan bo'lsak, telefon pakiza, buning ichiga qarasak, bu yerda ekranda bir tal kichik dog' bor. Hamma yerlar normal buni almashgan, bu ahvol yo'q. Go'xon 256 hisobda 7-8 ko'y azan. 16 Pro bozor bahasi 5000 ko'y atrofida, Go'xon 128 yillarniki. Men qo'limdagi so'lab qolsa 4000 ko'y atrofida, bozor bahasi 1000 ko'ylar azan. Buningki atroflari pakiza, miyalari bejirim, ichiga kirib qarasak, bu Go'xon 128 deydi buningki. Bu yerga qarasak, apparatlar ekran almashgan, yuvanjon ekran. Andan keyin ma'nan qarasak, bu pakiza. Buningki batareyalarni tartib 100 ga. Buni haqiqiy yuvanjon holatda buning ichiga kirsak, bu Mi Band nusxasi 128 ga. Ko'rgan oldek, bozor bahasi azan telefonniki ya uyada almash bo'ldi, ya Mi Band bo'ladi. Hech qanday masalalar yo'q. Lekin uşaq ayıplar bo'lganlik uchun bozor bahasini azan bo'ladi. Yuqorqidek, shuna bahas azan o'zi yaxshi chiqsa, sifati yaxshi bo'lsa, ishlasam bo'laverdi degan do'stlar qolsa, gap qilsanglar bo'ldi. Bu telefonlarni biz sitiflam egolmaydigan bo'sh yerlar bor. Bo'shan bilan birimiz sitinch qolaydigan do'stlar qolsa gap qilamiz.